Men shu maktabni boshlang'ich sinflar o'qituvchisi Shakirova Salima. Boshlang'ich sinflarda dars beraman. Proyekt bo'yicha mana hozirgi meni bildiradigan fikrim освещение bo'yicha, sinflarda yoritish bo'yicha. Ilgari sinflar ayniqsa juda qorong'i bo'lardi, qish kunlarida bolalarga yozishga ham qiyin bo'lardi. Endi mana bu yorug'lik bo'lgandan keyin sinflar juda yorug' bo'lib qoldi. Bolalar bemalol yaxshi o'tiradi, yozishi yaxshi, kitobni ham yaxshi o'qiy oladi. Mana doskaga tushayotgan nurlar doskani yaxshi ko'rishga yordam beradi. O'quvchilarga juda yengil bo'lib qoldi. Endi mehmonxonalarda remont bo'lgani ham xona ancha yorug' bo'lib qoldi. Burun qorong'i bo'lib turar edi. Bolalarga juda yaxshi bo'lyapti. Mana bu plastik oynalarda bo'lgani ham issiq, qishda ayniqsa issiq bo'ladi. Juda yaxshi bo'lyapti. Endi proyekt bo'yicha yana koridorlarni ham qilish niyati bor ekan. Endi koridorlar ham bundan ham chiroyli bo'ladi degan umiddaman.